Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Sizlarga proyekt ko'rsatmoqchiman. Yangi qurilyapti bu yerga. Bu yer ponni deysiga aylanasi G shaklida bostirma bo'ladi. Mana ko'rayotgan bo'lsalaring, mana bu yer sinaj yama. Og'ilimiz uzunasi 45 metr, eniga 12 metr. Hali og'ilda ichini ham syomkalarni ko'rsatamiz. Qanday tartibda mollar joylash, necha razmerlarini mol turadigan joylarni. Mana hozirga havo sovuq bo'lgani sababli mollarimiz zagonda emas, baylovda zagonga o'ynab tashlangan. Sinajimiz bu tomonda qurilish ketayotganligi uchun bu yerga olib o'tib qo'ydik sinajlarni. Buni yedirib boramiz. Hozir ish jarayoni hali etap bunaqa qilishni syomka qo'yib borishdi. Yo'lga qo'yamiz, xudo xolasa bitguncha. Qancha rasxod ketdi, qancha material, hammasini aytamiz qiziqqanlarga.